Hop, do'stlar, men sizlarga juda chiroyli manzarani ko'rsataman hozir. Har seshanba hashar bo'ladi. Hoji bobom hasharga chiqibdilar. Hoji bobo, sizga xabar. Necha yoshdasiz Hoji bobo? Xudo xolasa 65. 65. Mana shu xizmatchilarni har seshanba yetim bolalarga bozorlik beradigan kafillarni bir o'z xabaringiz, o'shalarga bir duo qiling Hoji bobo. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Ya Rabbi avvalo yurtimizni tinch, osoyishta, farovon, obod qilgin. Amin. Mamlakatda go'zal ishlarni qilishyapti yigitlar Parvardigor Olam. Hammalarini o'zingizga barakot bergin. Amin. Kafillarni ham Parvardigor Olam. Bir qancha duo qilsak, bu duoda qilinadigan so'zlar yetmaydi bu kabi. Amin, amin. Bularni men aytamanki, Allohning do'stlari. Iloh. Iymonni deydi, iymon borligi ihson bilan bo'lar ekan. Mana bu odamlarda haqiqiy iymoni ham kuchli bo'lyapti. Payg'ambar alayhissalom aytgan, qaysiki inson yetimlarga g'amxo'rlik qilsa, yetimni boshini silasa, biz hammamiz esimizda bor. Jannatda men bilan birga turadi, qo'llarini mana shunday qilganlar. Albatta hammalariga ham o'sha Payg'ambar alayhissalom aytgan duolari ijobat bo'lsin. Bu insonlarning umri qisqiga o'zing barakot bergin. Xonadonlariga tinchlik, omonlik keltirgin. Savdolarini halolidan bergin. Allohim o'zing ularga mingni bergin. Amin, amin. Bu yerda xizmat qilayotgan mana yigitlar hammalari ham bular hammasi Xudoning do'stlari deyman. Xudo xolasa bularning hammasini umri qisqiga o'zing barakotli qilgin, davomli qilgin. Bu ehson qiladiganlarni ham safini ko'paytirib, har ikkala dunyosini obod qilib, o'zidan o'zgaga muhtoj qo'ymasin. Nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh yaxshi niyatlarga yetishsin. İki dünya saadetiga musharraf qilsin. Hammalarini ham Allohu akbar. Rahmat, Hoji bobo, sizga ham salomat bo'ling. Rahmat. Hoji bobom hasharga kelibdi bu hafta. Sizlar ham salomat bo'linglar. Agar uyda bekorchilar bo'lsa, savob umidida bo'lgan insonlar bo'lsa, Hoji bobo har seshanba Xudo xolasa kelamiz managa. Mana unaqa ishlatib, ketmonchov pachag'am bo'lib ketmaydi, lekin o'ta katta savob ishni egasi bo'lib qoladi. Ey hurmatli bog'achilar, kelinglar. Mana to'dali yigitlar kompaniya bo'lib ketdi hozir. Menda sekin gaplashsam, to'dalikda qarasam, to'daliklar yarmida ko'p to'dali ekan. Bu to'da Namanganda qishlog'i. Bitta tumani. O kichkina qishlog'i, bu mana o'zimiz balachilar Oqqo'rg'ondan ham kichkina joy, lekin maladiy himmat bersin. Shunaqa himmat o'zimizni balachilarga ham bersin. Xudo xolasa savobga ega bo'lib qolamiz xolos. Menda og'ir ishi yo'q. Og'ir ishi yo'q, bir-birimizga ko'ra xursand bo'lamiz, duo qilishamiz. Bu yigitlarni qarang. Surishtirsang, ey hoji buva, ancha ishlarni ko'rganmiz. Iloyim Alloh yengilligidan bersin hammalariga Xudo xolasa. O'ylab yurgan niyatlarga bekamizga yetishsin. Hech qachon qoqilmasin, so'qilmasin. Birini Xudoning yo'lida ehson qilsa, millionda Alloh o'zi beradi. Alloh. Rahmat Hoji bobo, sizga. Rahmat.